Hammaga assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoni yoqtirmaydigan ishlarimdan biri dazmol qilishdan boshladim. Ko'pchilikka menga o'xshab yoqmas ekan o'tiklash, ayniqsa pastelni bilyonlarni, lekin dazmollangan pastelni bilyonlarni ishlatish anchagina yoqimliroq va chiroyli ko'rinadi. Uborka qilganingizda ham boshqacha ko'rinish beradi. Aynan dazmollangan narsalar. Shu sababli zerikarli bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham, yoqtirmasam ham hamma pastellarni vaqtida utuklab, chiroyli taxlab qo'yishni yoqtiraman. Doim shunaqangi zapasda pastellarim turishini juda ham yaxshi ko'raman va shu narsani kontrol qilaman. Faqatgina o'zimni emas, farzandlarimni ham hamma kiyimlarini, hamma pastellarini chiroyli qilib taxlab qo'ysam, ko'nglim qanaqadir xotirjam bo'ladi. Hozir esa sizlarga 14-yanvar kuni yigitlarimiz uchun tayyorlagan dasturxonimizni ko'rsatmoqchiman. Sushi tayyorlashni boshladim уже. Bu yerda bizlarda 1/2 kilo qaynatilgan guruch, 1/2 kilo pishmagan guruchni 1/2 litr suv bilan qo'shib pishirib oldim. Undan keyin sovutib olganimdan keyin risovый уксусga 1 stolova ложка shakar, 1 stolova ложка tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib, hammasini guruch bilan aralashtirib chiqamiz. Keyin guruchimiz tayyor bo'ladi. Undan keyin bizlarga shunaqangi sливочный sir kerak bo'ladi. Sushilar tayyorlash uchun shunaqangi kovrik, nomi nima bilmayman, shunaqangi kovrik kerak bo'ladi yasash uchun. Nori обязательно va men lososli qilmoqchiman, baliqlik. Shunaqangi baliq kerak bo'ladi. Xohlasangiz ichiga, xohlasangiz ustiga qilib tayyorlashingiz mumkin. Hozir 2-3 xilini ko'rsataman sizlarga. Va lososni o'rniga, baliqni o'rniga kurini file ham ishlatsalaringiz bo'ladi. Tovuq go'shtidan yana ichiga bodring bilan. Men olmaligini yaxshi ko'raman, zapechonini olmaligini juda ham yaxshi ko'raman. Hozir hammasini tayyorlaymiz va zapechonni uchun bizlarga sir va mayonez kerak bo'ladi. Shapichka tayyorlash uchun hozir hammasini jarayonda ko'rsatib o'taman. Guruchni zapravka qilishdan boshlaymiz. Tayyor pishirilgan guruchga ozgina risovый уксус, ozgina tuz, ozgina shakarni aralashtirib, hammasini guruchning ustidan to'kib chiqib, yaxshilab aralashtiramiz. Guruchimiz o'ziga risovый уксусni tortib olguncha esa ichidagi nachinkalarni tayyorlab olamiz. Bu yerda bizada bodring, olma tayyor va lososni mayin qilib kesib olishimiz kerak. Endi pichoq unchalik o'tkir emasdi. Shu sababli lososni katta bo'laklarini sushimizni ustiga qo'yib chiqamiz, kichkina bo'laklarini esa ichiga solamiz. Hozir jarayonda yana ko'rib o'tasizlar. Va kovrikimizni ustini ham strech bilan yaxshilab yopib olamiz. Guruchlarimiz yopishib qolmasligi uchun, undan tashqari qo'limizga ham guruch yopishmasligi uchun yaxshilab yo'llab olishimiz kerak. Bo'lmasa qo'limizga yopishib umuman ishlash jarayon juda ham qiyinlashib ketadi. Guruchlarimizni shunaqa qilib norini ustiga yaxshilab bir tekisda joylashtirib chiqamiz va undan keyin nachinkalarimizni solishni boshlaymiz. Kim qanaqa xohlasa shunaqa qilib tayyorlash mumkin. Men esa ozgina losos, ozgina bodring va ozgina sливочный sir solib, hammasini yaxshilab o'rab chiqdim. Sushilarimiz ochilib ketmasligi uchun iloji boricha yaxshilab o'rab olishimiz kerak. Bo'lmasa maydalayotganimizda hammasi ochilib, hamma joyga yoyilib ketadi. Shu sababli yaxshilab qo'limiz bilan kuchimiz boricha o'rab olishimiz kerak. Ikki yomon tomonini ham shunaqa qilib qo'limiz bilan siqib chiqishimiz kerak. Shunda ortiqcha joylari chiqib qolmaydi. Bu bizlarni birinchi tayyorlagan sushimiz edi. Endi esa ustiga lososlik tayyorlaymiz. Buning uchun norimizni ozgina qirqishimizga to'g'ri keladi. Salgina kaltarog'i kerak. Va men sushi bilan rolni unchalik farqiga bormayman. Nomlarini noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, o'zlaringiz to'g'rilab ketasizlar. Chunki biz koreys yoki yaponiyas emasmiz. Shu sababli unchalik ham farqiga bormayman. Sushimi rolmi, xullas endi ustiga lososligidan tayyorlaymiz. Buning uchun
yarimta nolimizni ustiga guruch solib chiqamiz va orqa tarafiga o'girib, undan keyin ichiga nachinkasini solamiz. Undan keyin yaxshilab ustini mahkamlab olib, tayyorlagan sushimizni ustiga tayyor bo'laklab olgan lososlarimizni qo'yib chiqamiz. Shunaqangi chiroyli va mazali bo'ladi. Bizning uyimizda hamma sushini yaxshi ko'radi. Telegram kanalimga joylaganimda ko'pchilik yeb ko'rmaganmiz deb yozishdi va sizlarga yeb ko'rishlaringizni tavsiya qilaman va tayyorlab ko'rganlaringizda albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Va bu keyingisi zapichonni rol bo'ladi. Ichiga olmaligidan juda ham yaxshi ko'raman olmalik zapichonni rollarini. Lekin afsuski hammasi polностью videoga olinmabdi. Hamma jarayoni ustlarini shapishqa qilib duxovkada pishirib olinadi bularni va bu esa bizlarni tayyor bayramona stolimiz sushi, olivye, vinegret va podsharka tayyorladim. Uydagilarimiz uchun hammalarini uydagi erkaklarimizni tabriklab qo'ydim. Ularga juda ham yoqdi va 8-martda ham uyimizdagi erkaklardan shunaqangi chiroyli stol kutib qolamiz. Hozirgina bozor qilib keldik. Nimalar olganimni hozir tezlikni sizlarga aytib o'taman. Bolalar uchun shunaqangi Oreo pechenye oldim. Shahrizoda и dadasi juda ham yaxshi ko'rishadi Oreoni. Bunaqangi kolbasa oldim, juda ham mazali. Уже 3-marta olishimiz Rozmetovdan lazga ozgina qimmat, lekin ta'miga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazali, bolalarga buterbrod qilib berish uchun juda ham yaxshi. Shahrizoda yaxshi ko'radi shunaqangi marmeladlarni. Shahrizodaga marmelad oldim. Aynan mana shu mavisniki menga yoqadi. Bomparidan olamiz, qanaqadir rezinkaga o'xshagan cho'ziluvchan, mavisniki juda ham mazali. So'yib sos oldim. Asoy ekan deb bilmadim. Ko'ramiz. Korzinkada 18 ming edi, Aptagoda 11 ming ekan. 4 ta yogurt oldik. Bu Abu Bakr uchun bananli. Mayonez oldim. Endi bu yo'g'i havo sovuq, ko'proq mayonezlik salatlar qilib yeymiz, shuning uchun mayonez oldim. O'zimga kilka oldim. Avtomatni misolsi faqatgina kilka yaxshi ko'raman, boshqa xil baliqlarni unchalik xush ko'rmayman. Kartoshka bilan yeyish uchun. Bolalarga har xil kichkina souslar oldim. 2 ta sirli sous, bittasi barbekyu, bittasi ketchup. Kartoshka fri tayyorlaganimda shular bilan yeyishni yaxshi ko'rishadi. Doim biror narsa zakaz qilsak, pizzami yo frimi, yoniga обязательно shunaqangi souslar bolalar zakaz qilishadi. Uyda o'zim tayyorlab berish uchun bolalarga oldim. Bunaqangi tvorojniy sir oldim. Bundan 1-marta olishim. Bilmadim endi qanaqa. Biror bir shirinlik tayyorlagan paytimda albatta sinab ko'ramiz. Lekin narxi unaqa qimmat emasdi. 24 mingmi, 22 mingmi shunaqa atrofida edi. Shunga oldik. 2 xil sir oldim. Buni zavtrakka yeyish uchun, buni esa biror pizza yoki biror narsa tayyorlagan paytda ishlatish uchun oldik. Qangi kanadskiy sosiska olgandik. Men o'ylagandim avval biz yoshligimizda yegan kanadskiy sosiska bo'lsa kerak deb, lekin narxi 11 ming ekan. Albatta bu unaqangi sosiska emas. Mayli. Bolalar bilan yeymiz. 2 pachka makaron oldim. Aynan shunaqangi perya shunaqasidan olamiz. Bolalarga kurasan oldim. Buni narxi donasi 2270 so'mdan narxi. Hammasi bu Aptagodan olganmiz. Kefir oldim. Zavtrak uchun vafli oldim va xo'jayinim kichik moloko yaxshi ko'radilar. O'xshida kichik moloko oldik. 2 dona anor oldik. 2 ta anor 1 kilodan og'irroq bo'ldi. 2 ta ananas oldim. Ananas hozir hamma joyda arzon bo'lgan. 10 mingdan 8 mingdan ananas bor. Lekin bizdan 15 mingdan oldik. Aptagoda 15 ming ekan. Banan oldik. Bananning narxi 24 ming ekan. Aptagoda yaxshi svejiy banan. Bu yerda har xil ko'katlar oldik. Ko'katlarning narxi bilmayman qancha, lekin hammasi svejiy. Qangi dongan kisilik oldik. Retsept ko'rgandim, ko'ramiz. Agar ta'mi yaxshi chiqsa, menga yo'qsa, albatta sizlarga ham ko'rsataman. Sizlar olgan narsalarimiz shular. Biz bularni hammasini joylashtirib, xolodilnikka, undan keyin ishlarimizni davom ettiramiz.
Eslaringizda bo'lsa, o'tgan videolardan birida yangi stul zakaz qilganmiz, kelishini kutyapman deb aytgandim. Va nihoyat yetib keldi. Juda ham chiroyli, juda ham udobniy. O'zim xohlagan rangda va o'zim xohlagan fasonda. Juda ham chiroyli. 8 ta stuli bor. Stolimiz raskladnoy. 180 bo'ladi. Katta bo'lsa hozir kichraytirib qo'yganmiz. Stol va stullarimiz bizlarga $1000 tushdi. O'zimga juda ham yoqyapti. Faqatgina hozir ustiga jiddiy stiklo zakaz qilishimiz kerak. Uni ham hali jarayonda ko'rsataman sizlarga. Va endigi qiladigan ishim mana shu joyda turgan oyoq kiyimlar uchun chiroyli organizer, chiroyli biror bir shkaf topib, hammasini yashirib qo'yish. Bu esa bizlarni zavtrakimizdan ozgina lavha, chiroyli postalarda, chiroyli stullarda zavtrak qilish juda ham приятный. Sizlarga esa videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.